Qo'shni sizga mashina berishdimi? Ha, menga berishdi. Uyimni oldida turibdi. Qochib turaylik, o'tib ketay. Wow, menga bergan mashinalar juda ham zo'r ekan. Ketdim, maqtanib kelay. Qo'shnilarim qayerda ekan? Ketini bir kuydirishim kerak hammasini. Qo'shni, bo'pti, sog' bo'y, men ketdim mashinamni oldiga. Men ham ketdim. Xo'sh, 97-qishloqda bo'lib o'tgan mehmondorchiligim ham tugadi va nihoyat 100-qishloqqa yetib keldim. Har doimgidek juda ham hamma yo'q chotki, o'zi ham endi ertalab bo'lib yetib keldim. Velik haydaverib orqalarim orqam deyapmanmi? Oyog'im og'rib ketdi. Chunki oyoq bilan aylantiriladi pedalni. Qochib urib ketaman, pravam yo'q velik haydash uchun. Prosta stop. Bu kimning mashinasi? To'xta. Shoshma. Bu yerda qanaqa mashina? Qo'shnimning mashinasi yo'q edi-ku. Qayerdan keldi mashina? Tushunmadim. Qo'shnim qayerdandir mashina sotib oldim ekan. Bilmadim, hozir so'rab ko'raman qo'shnimdan. Balki birorta qarindoshi qo'shnimni ko'rgani kelgan bo'lishi mumkin. Tak. Okey, endi bu mashina, qanaqa mashina? Velosipedimni parkovkaga olib borib qo'yishim kerak. Endi bu velosiped bo'lgani bilan bu zato texnika. Buni parkovkalab qo'ysak chiroyli turadi bu yerda. Voy, ozgina urib olsam, bormi? Bu qimmat turmaydi-ku, lekin urib qo'ygan mashinam qimmat turadi. Uni to'lash uchun ham pul kerak axir. Tak, voy, qochib tushib olish qiyin bo'lyapti. Mana takoy parkovka qilib qo'ydim. Tak, stop. Bu yerda ham mashina. Qani? Bu yerda ham mashina. Bu boshqacha mashina ekan. Tushunmadim. Nima bunaqa qishloqda mashinalar paydo bo'lib qolyapti? Hayronman. Yo'q, what the? Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joxa va sizlar meni yangi videomda. Sizlar albatta videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman, chunki tushunmadim. Qishloqda qanaqadir mashinalar paydo bo'lib qolgan. Bu kimning mashinasi ekan? Qayerdan kelib qoldi ekan? Mana bu yerda ham mashina. Ana yerda ham mashina. Mana bu yerda ham mashina. Nahotki qishlog'imiz mashinalarga to'lib ketgan bo'lsa. Bu yerda ham mana bu yerda mana o mashinalar qaranglar. Qishloqqa mashina qayerdan olding? Qalaysan, Jo'xa, ish yaxshimi? Yaxshi. Sen ishing men ishimdan ham yaxshimi deyman-a? Yo'q, qayerdan? Sen yo'q eding aytgancha kecha. 97-qishloqqa ketgandim. Sen yo'g'ingda qishlog'imizga prezident kelib, hammaga bittadan mashina sovg'a qilib ketdi. Sen bekor yo'q bo'lgansan-da, senga sovg'a qilishmabdi. Rostdanmi? Rostdan, sen quruq qolding. Oho, qayerdanam 97-qishloqqa bordim. Qaytib kelmasmikan? Yo'q, endi qaytib kelmaydi. Sen quruq qolib bo'lding endi. Endi befoyda. Endi yig'lasam ham bo'ladi bemalol. Obbo, nahotki menga bu yerga kimdir noni bilan kartoshkasini tushirib, "To'y, may qara." To'xta, Jetel, to'xta dedim. To'xtamay shekilli. Jetel, to'xta. May qara. Ikkalangdan bittang mana noning kartoshkaga tushib qolibdi. Bizga kerak emas endi. Bularni o'zing olib qo'y. Nimaga? Bizning mashinamiz bor, biz boymiz. Men boyvachchaman, men sultonman. G'arib bir onaga g'arib o'g'lonman. Sanlar bir mashina olmay ekan. Xo'pmi? Sanlar o'zi shunaqa bir oddiy narsaga kuchayib ketaverasanlar. Mana qanday mashina ekan? Mitsubishi? Xitoyning mashinasimi? Qishloqqa. Senga prezident mashina sovg'a qildimi? Sen yo'q eding, senga mashina berishmadi-ya. Shuni endi hammang menga ayt, hammang. Janob merga aytish kerak. Qanaqasiga menga bermasligi mumkin? Bu yerda bitta takoy mashina turibdi. Bu qanaqa mashina? Bu ham o'sha xitoycha mashina ekan. Bu janob merning uyidagi mashinasi, har doim o'zini uyida saqlab o'tiradigan mashina. Balki janob merga ham mashina, mana bu yerda Audi turibdi. Nahotki shuna qimmat mashina ham berishgan bo'lsa, buni qaranglar. What the fuck? Qaysiniki mana bu? Meniki. Senikimi? Yo'q, meniki. Senikimi? Yo'q, orqadagi meniki. Orqadagi Jetel seniki?mi? Meniki. Prezident berdimi senga? Prezident berdi. Shaxsan o'zimi? Shaxsan o'zi. Janob mer, janob merga aytib beraman. Nissan, janob merga Nissan berishibdi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, Jo'xa, qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Kecha qishlog'imizga kim keldi? Prezident keldi. Nima, prezident? Prezident hammaga mashina tarqatdi. Sen yo'qding. Senga beringlar dedim. U o'zi bo'lmasa bermaymiz deyishdi. Menga olib qolsalang bo'lmaydimi? Endi men mashinasiz yashaymanmi? Iloj yo'q. Endi hammaning mashinasi bor. Seni mashinang yo'q. Veliging bormi? Veligim bor-da, lekin mashina kerak edi menga ham. Bilmadim, ko'p problema o'zingning problemang.
Voy, sizning mashinangiz ikkitaku, bittasini bersangiz-chi? Yo'q, men bera olmayman, lekin senga pul berishim mumkin. Garaj qurib bersang agar bittasiga. Mana shu uyingiz yonidagi qurib beraman mayli. Qancha pul beray? $500 bera olasizmi? Yo'q, bera olmayman. $200 beraman. 400 bering. Yo'q, 300 beraman. Bo'ldi, kelishdik. Men ketdim unda borib hozir nimadirlar olib kelsam, garaj qurib beraman. Omadni qaranglar yo'qligini. Men yo'q kunim ham shunaqa ishlar bo'ladimi? Men uyda bo'lmagan kunim ham olib kelib mashina tarqatadimi? Bu insofsizlikda. Insof bo'lganda agar bunaqa bo'lmasdi. Qaranglar, hammaga mashina bergan, bir menda mashina yo'q. Oh. Yig'lasam ham foydasiz. Yig'lab o'tirganim umuman befoyda. Yig'lab o'tirish kerak yo'q. Tak hozir borib bundan ko'ra tosh olib kelib turib janob merdi mashinasi garaj quramiz. O'shanda 500 tak yo 300 takka kelishiga aytgancha. $300 mashina bermaydi ham. Velik, yangi velik berishi mumkin $300 yoki veligimni sotsam qo'shib turib yangi mashina sotib olsam ham bo'ladi. Lekin yangi mashina ham 1 tiyinga qimmat mashina bersa kerak, musur mashina bersa kerak. Qayerdan ham shu 97-qishloqqa bordim, 97-qishloqqa. Stop. Bu kimning mashinasi? Nima, bu yerda ham qanaqadir jitil yashaydimi? Shaxtadagi jitilga mashina berib ketishgan bo'lsa, tasavvur qilyapsizlarmi? Hech kim yo'q-ku bu yerda. Tushunmadim. Rostdan ham hech kim yo'q bu yerda. Oy, kimdir bormi? Oy, kimdir bormi deyapman. Hech kim yo'q. Bu kimniki? Bu kimniki? Bu kimniki? Endi bo'ldi meniki. 3 marta aytdim qoidasiga ko'ra. Endi bu mashina meniki. Endi o'zlashtirildi. Kakras o'z mashina kerak bo'lib turganda. Benzin yo'q ekan-ku bu mashinani. Men ketdim borib uydan benzin olib kelib, bu mashina olib chiqib ketaman. Bo'ldi. Mana o'zi kakras omadim yo'q deb turganim, omad mana bunaqa bo'lar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Sizlarga bir tomondan berilmas, ikkinchi tomondan berilar ekan. Yo'q, egasi bo'lmasin-da nima bo'lsa ham. Chunki agar egasi bo'ladigan bo'lsa, bu mashina meniki bo'lmay qolishi mumkin. Nima qilardim agar egasi chiqib qoladigan bo'lsa, yo'q beraveraman, yo'q bermaymikan. Bu mashina o'zimniki, tur yo'qol deyman. Sen bor o'zingga yangi mashina top. Nima sen birovning mashinasi o'zimniki deb o'ylayverasan? Bu sening mashinang emas deyman. Keyin yo'q, axir bu meni mashinam-ku desa, tur yo'qol, bor qumingni o'ynab kel uzoqda deyman. Keyin ketadi. Keyin bor politsiyaga aytsa, keyin men qamalamanmi? Yo'q, unaqasi ketmaydi. Lekin baribir menga mashina bo'lgan juda ham yaxshi edi. Xo'sh, mayli, hozir tepaga haydab chiqishga harakat qilaman. Tak, benzindan ekan, rostdan ham benzin tugagan ekan. Qaranglar. Voy, asta. Chiq, tez chiq. Yo'q, iltimos, yur, tez yur. Okey, chiqdi. Davay, ozgina qoldi. Ozgina yur endi. Orqaga ketma, faqat orqaga ketma, iltimos. Yur. Ha. Ozgina kuchan. Bu yerga kirib qopti ekan. To'xtaylar. Oy, qimirdama, qaltiramay tur. Hozir men bor uydan belkuragimni olib kelay. Belkurag olib kelmasam bo'lmaydi. Bu yerga kirib ketdi, ko'ryapsizlarmi? Zato bizda mashina bo'ldi endi. Yerda ichida bo'lsa ham mashinam bor. Mashinam. Endi bu mashinani uyimga olib kelsam bo'lgani. Garajim bor o'zi kakras. O'sha garajimga tak tez belkurakni olib olish kerak bu yerdan. Tezlashish kerak, tezlashmasam bo'lmaydi. Chunki kech tushib qoladi. Keyin ana u mashinani qorong'ida olib kelsam, jetellar ko'rib turib janob merga aytib beradi, o'g'irlagan deydi. Lekin unchalik darajada ham o'g'irlaganim yo'q-ku, atak egasi yo'q-ku. Egasi bo'lganda mayli edi, o'g'irlagan bo'lardim, ammo egasi yo'q. Balki egasi keyinchalik kelib qolar aytganimdek. Agar kelgani bilan baribir bermayman mashinamni. Chunki sizning mashinangiz shaxtada bo'lsa, borib shaxtani ko'ring deyman. Men sizning mashinangizga nima edi? Qarochi qorovul emasman, nimadir deb xullas bahona qilish kerak edi. Bu mashinani bermasligim kerak. Chunki hamma jetelda mashina bor, menda mashina yo'q-da. Menda mashina bo'lish kerak ekan axir. Nima? Jetellardan kamchiligim bormi meni? Kamchiligim yo'q rostdan ham. Tak, endi buni prosta voy, kirib qoldim-ku men ham mana bu yerga. Tak, okey, normali. Voy, nimaga bunaqa qimirdamay qoldi bu mashina? Baloni qayergadir qisilib qoldi shekilli. Hozir tak, mana bu blokni sindirsak, tak, mana shunisi ushlab turibdi. Qaranglar, mana nima edi? Mana kresloning yonidagi blok ushlab turibdi. Shuni sindiramiz. Ana endi davay. Ha, yur. Oy, yur, nima yurmaysan? Yo'q, bu yurmaydi shekilli. Hozir boshqacha yo'l qilishimiz kerak bunga. Tak. Mana bu blok ushlab turibdi ekan. Bo'ldi, всё. Ana endi minamiz. Qani edi? Qani rol? Rolga. Tak, yur. Ha, chiqasan. Молодец, chiqding ana. Bo'ldi, mana shu yerda tur endi. Qaytma. To'xta. Qaytma, qayoqqa boryapsan? Jo'nama, joyingda tur.
sen ketishga majbur emassan. Ta bu yerda nima qilamiz? Bilib qoladi jitel buni o'g'irlab ketganimda. O'shaning uchun qaytarib joyiga blok qo'yib qo'ysam, o'g'irlaganimni bilmaydi. Chunki bu yerdan hech kim o'tmaganda, o'tmagandan keyin bilmaydi. Qanday holatda turganini bu yer shaxtani o'zidek qo'yish kerak. Blok yetsa bo'lgani muhimi. Bu yerga bitta, bu yerga ham bir ikkita qo'ysam, mana bu yerga bitta bor edi, adashmasam, bu yerga bitta bor edi. Menimcha shunaqa edi, lekin yashil edi bloklar. Mayli, keyinchalik yashil bo'lib qolar, menimcha bilinmaydi. Men blokni olayin, to'xtaylar, ichkariga qo'yib qo'yish kerak bu blokni. Xo'p, qayerga qo'ysam, mashina qo'ysam, menimcha hech qanaqa farq bermaydi. Tushunmaydi bu yerda nima bo'lganini. Xo'sh, endi bu mashinani olib boraman uyimga, lekin juda ham past mashina ekan, ko'ryapsizlarmi? Tepadan kallam chiqib qolgan bo'lsa kerak. Yo'q, chiqib qolmabdi. Normal mashina ekan. Garajimga sig'sa bo'lgani. Xo'sh, hozir garajimni yoniga haydab olib boraman, lekin bu yerda qo'shnimning mashinasini oldidan qanday burib o'tkazsam bo'ladi? Shu o'rtadan bir amallab, burishni ko'rdinglar. Qoch urib ketaman, tentaymisan? O mashinamga agar biror nima bo'lganga sen basharangni 4 ga bo'lib chegara tortib qo'yadim basharangni. Tushundingmi? Bor uzoqda qumingni o'yna. Tak. Korotchan endi bu mashinaga ichkari kirishim kerak. Ochamiz garajni. Va garajni ko'ryapsizmi? 5 yulduzli ham gap, 6 yulduzli garaj. Mana bu mashina xalaqit beradi lekin. Men ham mashinamga garaj qurib ber. Sanga garaj qurib berish uchun men majburmanmi? Ha, pulingni beraman. Qancha pul berasan? 16 stak dollar. Nima? 16 stak dollar sen qayerdan olding? Menga prezident berdi. U senga ham mashina ham pul berdimi? Ha, senga bermadimi? Men yo'qdim qishloqda. Sen Bobich ekansan, Bobich. Bular men ustimdan kulyaptimi?